Havas qilishimiz kerak. Endi bo'ldi, endi 70 beramiz. Doktor 440. Demak, 6850. bulardan nima qilish kerak? Bog'lanish kerak. Bular Xudoning uyini ko'rib kelgan. Allohga shukr qilib, niyat qilish kerak. Rahmatni g'oniydan boshqa. Oramizda yangi hojilar bor. Hojining yangi eskisi bo'lmaydi. To'g'ri. Bu eng ulug', eng muqaddas joy. Biz siz bilan ular duo qilaveradi, siz bilan niyat qilamiz. Niyat xolis deydi. To'g'ri. Bu orzu, havas hammasi niyatga bog'liq. Niyatimiz to'g'ri bo'lsa, shukrli bo'lsa, sabrli bo'lsa, o'sha narsaga biz yetamiz xudo xohlasa. Faqat Allohdan inshaalloh. Alloh o'ta kuchli qudratli inson, kuchli shaxs. Bu odamdan kuchli shaxs bo'lmasa kerak, hammamiz bilamiz. Allohdan so'rash kerak, farzandlarning sog'ligini so'rash kerak, kelajagini so'rash kerak. Bitta masala, mana qo'y tomosha bo'lgan. Davaytib o'pkalamaydi, bir-birimizga xabar beraverish kerak. Sababi kimdir qayerga boradi, kimdir biz topolmaymiz. Mana kecha masalan aytaylik, Botirligiga bordik, kimdir eshitmagan, kimdir nima qilmagan, bizning aybimiz bo'lsa xayrlar bilan 3-4 kun telefonlashtiramiz. Men aytolmayman. Shunday vaziyat bo'ldi. Boshqa bir kishi aytsa, bir-birini eshitib turadi. Bu bizning bir-birimizga bo'lgan mehrimiz bu. Mana shunday mehr edi. Kimdir shu narsa chiqdi, gap, davay shuni qilaylik degan o'sha fikrga katta rahmat. O'tirib, diydor ko'rishib, suhbatlashib, ozodagina. Lekin chiqqandan keyin mayli kimlarga uzoq vaqt uchrasha olmagan, boshqa qilmagan qismat yana gaplashishga ega. Endi o'tirsin marhamat. Bu odamning o'ziga bog'liq. Lekin ishlaydi bittaga. Biz aytganimizni juda nozik gapni aytdingiz, mana shu gaplaringizni oqlaymiz. Endi boya ichkilikni xafa bo'lganlar endi ichadiganlar endi ichimizda bor endi. Xafa bo'lmaslik kerak-da. Bir 2 kun ichmasa nima bo'lmaydi. Men demoqchi bo'lganim yaxshi kunlar bo'laydi. Mana bu ham bir yaxshi gapdi. Yaxshi kunning demoqchisi. Masalan, odamlar qayerdan shoshilib ketyapti. Shu jo'ralarni ko'raylik, diydor ko'rishaylik degan maqsadda. Demak, biz bir-birimizni nima qilishimiz kerak? Uchrashib turishimiz kerak. Nimaga gemning shoxi bor. Bordik biz Navoiyga bordik. Bir paytda. Dahshat. Bizlarni qo'yarga joy topolmaydi. Ular har yili qiladi. Va ketsa bir 200 ming pul ketadi. 100 ming ketadi. Zominga chiqishimiz kerak, yoki bo'lmasa o'zingizni qoriningizga to'laysiz-da. Mana hozir qanday bo'lsa, xuddi shunday o'pshi hisoblab qilyapti-da, bo'layapti, beryapti. Biz ham boya gemning bolalarini xuddi shunaqa o'pshi aytyapti, aytganini beryapti shu. Juda Tashkilotchiga bog'liq-da. Shundan o'ziyamiz. Bardom bo'lsa, bardom. Gemda qizlar ko'pda tashkilot qiladi. Endi qiz kamda bizda bunaqa. Gemda Ko'proq. bir yerda bermoqda. Mana shu Lekin marta qilmaymiz qizlar kam. Lekin marta 12 ta qiz bor edi. Andijondagi, Namangandagi 12 ta qiz bor edi gemda. Endi bitta taklif borda. Samarqandda bir o'tirishchilikda bo'lib qoldim. Bir 60-70 kishi borda. Ular hammasi o'z-o'z bitta men mehmonman endi. Men endi shopir deb olib ketdilar. O'tirdik. Birinchi nonga, choyga teginishdan oldin Allohga hamd va sanolar aytar ekan. Inson Alloh ulug' deydi. Hamma o'tirganlar la ilaha illalloh. Alloh buyuk deydi. La ilaha illalloh. Alloh mehribon va rahim. Shu Allohning qanchalar undaqalari borgan bir yarim soat aytdidan molla. Molla aytib turadi. Mana bu 60-70 kishi yurakdan jonini berib shunday baqirib anav qiladiki, men qoyil qoldim, shunday havas qildim. Bitta qog'ozga yozib, sizlarga ham bir 20 ta bo'lsa kerak deb bir olib kelay dedim. Baytam oldim bir so'ray o'z boshimchalik qilmayman. Bir 10 minut ketar vaqtimiz, 15 minut.
Allohdan o'zga iloh yo'q, Allohning sherigi yo'q, o'g'il qizi yo'q, ota-onasi yo'q. Shu mana shu Allohga nima yaxshi gaplar bo'lsa, hammasi aytiladi. Shu ikkita so'z aytildimi, qo'lni ko'taradi. Hamma o'tirganlar la ilaha illalloh. Bu o'ta kuchli yaxshi duo. taklif. Buni tasbih aytib ketyapmiz, dam olishga chiqamiz. O'shanda aytib ketsangiz ham qabul. Oilaga, farzandlarga, nabiralarga juda katta endi hojakamizlar gap aytganmiz. Sizlar yaxshi bilasizlar bu narsani, hojakamizlar juda katta foydasi. Allohning ilohiy kuchi, qudrati qanchalik kuchli ekanini men bir kitobda hamma o'qigan. Allohda zam direktor bo'lmagan, prokuror bo'lmagan. Shuni bundan nasab uchastka bo'lmagan. Allohda hech qanaqa tayanch bo'ladigan narsa bo'lmagan. Bu odam sherigi yo'q. Bu naqadar kuchli, naqadar kuchli. Yozib qo'yibdi. Bu tashkilotning nechta zami bor deydi. Zemlar, giprazem, girdi, bola, texnologiya va hokazo deydi. Alloh bir o'zi ko'rib, barni boshqalar aytib ana. Hayot hammasidan lozim yo'q. Allohga baribir biz musulmon farzandlar namoz o'qishlar, 5 vaqt namoz o'qish shart bo'ldi. Xo'p qolasiz, nima yangilik bo'lishini o'zingiz aytasiz. Ne bo'ladi? Buni o'qish kerak. Nabiralarni o'rgatish kerak. Bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 ta sayraman o'tiramizki ko'chada. Bu mag'rib gaplarni qilib. Kesa hamma namozni 20 Kim aytadi? Mahmud namoz ham bo'lardi. To'g'ri shunday ilgari ko'ngilga kelmasmi? Bir qanaqa? Qo'yib yigitlarni kerak bo'lsa domlari pasha unaqa deydi. Ya men shunday shangandim bo'lgan bo'lishimda, men shunday shangandim. Ya bu azab. Shangandim dedi. Ma'qul aka, bu gapni to'g'ri. Endi bitta gapda mana boya aytdi, mana o'tirsin deb ochasi boshlandi. Yaxshi-da, men o'z kecha o'tirganimizda kam edi. Kim bilsin? 6-7 kishi. Ha, hozir mana yanimda 20 ta. Endi mana shu o'tirishimiz borku, mening taklifim har kimning fe'li har xil. Mayli, taklif. Mening mana shu o'tirishga 2 oyda bo'laman, 1 oyda bo'laman, 3 oyda bo'laman, mana shu botirni rais qilsak. Ha, bitta odamga hamma odam boshqarib turish kerak-da. Kotibni qurib. Ha, chunki hammada telefoni bor. O'zi mana shu yaqin atrofda o'zi mana nima bo'lsa ham tozalanib keldi, avvaldan yaxshi edi. Mana chaqiradigan chaqirib, ishlarni bir kun emas, 2 kun oldin aytib, o'shanga 2 kun oldin tayyorlanadi. Har kimning ishi bor hozir. To'g'ri. Shu meni fikrim edi. Kimda qanday bo'lsa, mana bilmayman. yaxshi. Ma'qul. Xursand bo'ldim, o'tgan safar men yo'q edim. O'sha voqelikka bo'ldi. Bilasizmi mazasi? Rosa xursand bo'ldim. Eshitdim. Juda xursand bo'ldim. Kecha siz og'ir nafas oladi. Shundaymi o'xshaymiz? O'zicha xursand bo'ldim. Men yaxshiman. Juda xursand Bu bo'ldim. madad bu. Bu unga vitamin, unga glyukoza bo'ladi. Yig'lab to'g'ri. Bu narsalar to'g'ri. Xursandchiligidan. Xotinim yo'q, xotinim yo'q. shuga ham kelmaganda, shuga ham bilmagan. Endi Bildirmayman. hamma dard ichida, lekin xursand bo'lganda Yo'qlab kelishlar. xotini ham haligi kechada yig'ladi. Narqul endi biz bu yoqqa borganda bitta narsani meni hayratga qoldirgan narsani aytaylik. O'sha yerda Makkada 21 etajli Hilton degan gazetda yotibdi. Men 12-etajda yotdim. Shunda tepadan qarasam Ka'ba ko'rinadi. Televizor bor, kurga suv tushni Makkadagi algini ko'rsatib turadi, odam aylangan. Endi hayron qolasan-da. Bu soat 2da turaman deb bir ko'ray chiqqani, aynadan bunday qarayman deb. Endi odam bozorga kelmaydi, mana shu üzülmaydi-da. Birov hayotda regulirovka qilayotgan deydi. Endi sen bor bo'lmasa agar uncha odam birdaniga kelsa, o'rga sig'maydi. Borganda emas, kirsa. Ali Allohning alisini karomatini qarang. Pishma-pishda suv qanday oqsa, oq kiyim, qora kiyim shunday oqib keladi. Mana qo'chqarni o'zingiz ham ko'rgansiz. Shunga hayron qoldim, boshqa narsani mayli endi yarim. Men hayron qoldim. Fransiya, Germaniya, Italiya, AQSh hamma mamlakat. To'p-to'p. Allohimiz bitta bo'lganligi uchun Hatto Koreyadan ham karislar 100 mingta karis bor ekan. Koreyada. O'qidimda. Musulmonchilik sohasida Xotinlaring bilan birga qo'yib aka. hajga boradi. Xotinlaring bilan birga qo'yib aka. Musulmonchilik qabul Qayerga? Bitta xonaga yotdilar.
umrada qo'yadi, hajda qo'ymaydi. Biz endi er xotin yotdi, masalan, umrada qo'yadi, hajda qo'ymaydi.